Hürmetlik vatandaş, leksiyalarımızı başlayımız. Ya, leksiyani söz dep olduk, muhakeme. Sizler bilen birlikte muhakeme kılımız hürmetlik vatandaş. Sizler bilen birlikte muhakeme kılımız hürmetlik vatandaş. Hazır nimi doğruda. Leksiya sözlük Amerika Cumhuriyeti münasebet doğrusu Fransiya Halkara Radyo Stansiyasının makalesini andın Dünya Gazetesi'nin haberlerini anlattık. Hem koşumçu bir iki cümleden tahlil kılıp kelgendek bulduk. Endilik sizlerge deydiğimiz kısa haberler, bunun da haber bulunlar. Avval Cungo Tayvan intayin xatarlik bir mezgilge kirip geldi. Cungo Kompartiyası Çinmen aralığa kural işiltişi mümkün. Tayvan Janubu Denizli zerbi biridi. Li Yipeng yutup 7. ayının 18. günü. Liu Xiaoming Cungo'nun Angliya turistik başelçisi. Liu Xiaoming Angliyaga agahlandırış berdi. Amerika bilen ittifak tüzme dedi. Ve Angliya'nın Hindi Tinç Okyanı rayınıga avamatka evet için tosup kalmakçı buldu. YouTube 7. ayının 19. günü. Cungo'da katı kolla gümran buldu mu? Beijing'de katı kolla bütün septen ayrılıp kaldı. Hem de nazariyeci siyasi komisar Jin Sharung teslimçiler nakşisini tavlaydıgan buldu. Marsilza nakşisi emes, yaki internasyonal nakşileri emes. Endi Jin Sharung'un yeniden çıkan nakşisi, yani teslimçiler nakşisini tavlaydıgan buldu. 7. ayının 18. günü YouTube Cansınca. New York'tan bir vasıta anlatış. Amerika armiyası CIA belgelik tiplik zor kölemlik toşağıcı aeroplan Şangay yani Hong Kong aeroportuga kondu. Bu uruş partlaştım burunki Amerika Grey dallarını çekindiriş için mi? 7. ayının 18. günü YouTube katı kal Xi Jinping'a yani çekiniş yolu kaldı mı? Washington, Beijing'a bargan sıra katı kol selavatıda. 7. ayının 15. günü Minjiang televizyası. Yukarı leksiyimizden birinci kısmında iki meselini görüp çıktık hürmetlik vatandaş. Biri soğuk münasebetler uruşu devre kirip geldi mi? Bir kısım közü karaştıkiler şundak dedi. İkinci bir xil köz karaştıkiler mesela mastro neymi dedi? Bu gap, bu soğuk münasebetler uruşu degen gap kaldı mı? Başkısı gap dedi. Rusya ile Cungo'nun, Rusya ile Amerika'nın aynı çağdaki ve Cungo ile Amerika'nın nöbetteki münasebetlerini seliştirgan aldı dedi ki hazırkı mesele tutuş ordudan, igellaş ordudan aytqanda bugünkü Cungo aynı çağdaki Rusya'ya okşamaydı. Yaki soğuk münasebetler uruşunun tarihi yüzündeki karış terpidi turgan, tarihi yüzünde karış terpidi turgan Rusya'ya okşamaydı. Bugünkü Cungo'nun meli va pulu va deydi. Nüfusu va ahalisi va da bu haterlik deydi. Bu haterlik deydi. Şundakla nemi deydi Mastura Efendi? Hazırgı gap soğuk münasebetler uruşu meselesi emez. Belki kızık kurallar uruşunun amilleri köpeymekte deydi. Avmakta deydi. Ciddileşmekte deydi. Demek senin soğuk kurallar uruşu var. Soğuk münasebetler uruşu degeninden alkıp hazır Amerika Cumhuriyeti münasebeti kızık kurallar uruşu devrine gitip geldi şu mezgili kerdi. Ondan keyli kayındım biz Esper Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Müdafiye Ministerliğinin Ministeri Esper'nin haberini yakı Esper'nin sözlerini anlattık vatandaş. Bu haber verilgen vaxtı torbitiye kanda verildi deyseniz Prezident Trump bilen Devlet Müdafiye Ministeri Esper ikisi bir yerde turgan suret bilen verildi. Yaki şu suret astığı bu haber verildi. Ben bayağı leksiyeni sözlev etip silegi dedim. Devlet Müdafiye Ministeri Esper 4. kıtım belki 5. kıtım eğizgi aldı dedim. Nemi degen gepni? Cungo'nun karını yeti Amerika Koşmuş Ştatlarının ornuğu ütüş.
Jungo'nun qarniti jahon sahnesida yoki yer shari sahnesida Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rniga o'tish. Jungo'nun qarniti rayon xarakterlik, masalan, Osiyo Tinch okeani rayonida yoki Hind Tinch okeani rayonida Amerika'nın o'rniga o'tish. Biz tunugunki leksiya muhokama leksiyamizda so'zlagandek, dunyoning yangi tartibi, yani demokratiyalashgan, demokratik ideyalar bilan tashkillangan, demokratik ideyalar bilan mavjud bo'lib turgan dunyoning yangi tartibi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyoning yangi tartibini Jungo buzmoqchi bo'lyapti. Yoki bu yangi tartibga buzg'unchilik qilyapti. Uning oxirgi maqsadi yanala Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rniga o'tish, qisqacha dunyoga hukmronlik qilish. Ben bu leksiya so'zlagandan boshlab sizlarga deb kelayotgan bir iddia. Mavzuning iddiyasi Jefan Chvarley. Yari shart bütün insoniyatni ozod qilish. Bugun Rais Xi Jinpingning shuari insoniyat o'rtaq gavdasi. Ayni chaqda 30-yillar Yaponiyaning shuari Sharqi Janubiy Osiyo gullanish chambiriki. Bugun Jungo ayni chaqdagi Yaponiya militarizmi, ya'ni Yaponiya ochgan fashizm yo'liga qarab mangdi. Shuar opma o'xshash. Birisining shuari Sharqi Janubiy Osiyo gullanish chambiriki, yana birisining taqvi Sharqi Janubiy Osiyo bilan qanoat qildigan yo'li yo'q. Hozirgi birisi nima deydi? İnsoniyat o'rtaq gavdasi. Demak, mavzuning ozod qilish bilan insoniyat o'rtaq gavdasi ikkisi bir yerdan chiqdi degan gap. Bu Jungo Kompartiyasining qarniti, partiyaning shundaqmi ya? Yoki bir shaxsning qarniti. Chunki Jungoda shaxsga cho'qinish degan gap xuddi osmondagi osmon ordusidagi but Satva xonimga cho'qinish bilan birdek. Chunki bu yerda Xitoyning millat an'anasi bilan uning izmlari, siyosatlari, cho'ng davlatchilik, yashovnizmlik, millatchilik siyosatlari, bugungi militarizmlik siyosatlari birlashib ketgan, hurmatli vatandosh. Bu yerda Jungocha kommunizm, Jungocha sotsializm degan so'zning ma'nosiga qarang. Nima deganlik bu? Sotsializm G'arb dunyosining Marks ijod qildi. G'arb dunyosi biz elib kelib ko'chirdik. Rossiya orqali elib kirdik. Lekin bu sotsializmning ma'nosi Jungocha sotsializm. Bu kommunizmning ma'nosi Jungocha kommunizm. Bu nima deganlik? Marksizmga Xitoyning an'anaviy millat ro'yini singdirish. Bu çağda qandaq bo'ladi? Asli Jungoning an'anaviy millat ro'yi Okiyuning tarjimalini yozgan yozuvchi Lushinning qalamida ro'yi g'olibiyatchilik qo'lingda ishim kelmaydi. Marksizmni bu qo'llash yoki Marksizmni singib kirishli emas, bu Marksizmni puchaklashtirib deb ataladi. Bugun kuni kelganda ana shu Jungocha sotsializm, Jungocha kommunizm endilikli dunyoga bir tahdid bo'lib yetib keldi. Hozir Mark Esper nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri. Bu bir tahdid, uzun muddatlik tahdid. Agar sen buni tonimaydigan bo'lsang, bugungi dunyoni tasavvur qilma deydi. Bugungi dunyoni tasavvur qilma, shundaqli kelajak kelgusi dunyoni tasavvurmi qilma deydi. Sening umidlaringning hammasi yo'q chiqadi, bu birga o'xshamaydi. Dunyo vaqt o'xshamay qoladi deydi. Çünkü hozir Jungo tahdidi uzun muddatlik tahdid ve qisqa muddatlik tahdid, Amerikaga kelayotgan tahdid, Jungoning kelyotini shunga xabarning mavzusi nima? Jungo bizdan strategik raqobatchimiz deb qo'yildi degan gap. Endilikdan qo'shilgan bo'lsak, hozir nima dedi? Hong Kongga tushgan aeroplan, yo'lovchilar aeroplan, to'shish aeroplani, yo'lovchilar aeroplani emas, har bir to'shish aeroplani. Bu yerden grejdalarni yo'tkab ekkasash mavzuda qo'yilgandek nima deydi? Bu bir urush yoki cho'ng bir urush portlashning oldida bejarishga tegishli ishmi yoki nima deb savol qo'ydi YouTube'da. Onu yozgan, New York'da yozgan odam. Hozir New York vaqt gazeti nimani ilova qildi boshdaman sizlarga. Uning izohat berdim. Dediki hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroyda Jungo Kompartiyasi a'zolarini Amerikaga kirgizmaslikda uni bola chaqildirdimi? Amerika kirgizmaslik to'g'risida Amerikada Oqsaroyda muhokama ketyapti. Hatto qonun loyiha ma'qullash uchun muhokama ketyapti.
Demek hazır bu doğruda torbetleri nime dep yazdı? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo Kompartiyasini alatopalan qilibyapti dedi. Patparaq qo'yib ketdi dedi. Jungo Kompartiyasini og'dirmoqchimi deydi. Ondan Hochiyin bayonotchi nima deydi? Sen undaqda Jungo Kompartiyasini og'dirmoqchi bo'lsang, kela deydi. O deydi, biz daraxt jim turay desim, shamol jim turg'izmaydi. Agar keladigan bo'lsang, shiddat bilan kel. Qarshi olaman deydi Hochiyin degan xonimcha, bayonotchi. Qarshi oladi ekan Amerikaning kelishini. O qaysi maqsadda aytyapti bu qat'iy nazar? Kela Amerikada demak, o qarshi olaman deganlikda o. Andan nima deydi? Sen Jungo Kompartiyasi 90 milyon Kompartiya a'zosiga shunday muomala qiladigan bo'lsang, 1 milliard 100 milyon Jungolik shunday muomala qilgan bo'lasan de. Bu tahdid, bu popuza. Nemishqa tahdid? Buni xarakteri, muttahamning xarakteri va tahdid. Nemishqa popuza? Muttahamning popuza qilishi. Boshqa narsa emas, hurmatli vatandosh. Bugungi leksiya bilan bugungi leksiyani birlashtirib qarasangiz, tahlil qilsangiz, hozirgi jahonning vaziyati ana shu yerga keldi vatandosh. Salomat bo'linglar vatandoshlar. Yaman dimi qo'yib ketdi.